Nexia avtomashinalari do'stlar, Andijon mashina bozorini bosdi do'stlar. Nexialar qo'lga oldi. Mana bo'sh yotgan hurmatli vatandoshlar, joylarimiz o'sha Nexia mashinalariga to'lib ketdi. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, hurmatli yaqinlar. Muhammad Ali ukam qachon Andijon mashina bozoridan Nexia qo'ysa kirib maza qilib ko'raman deb kutib o'tirganlar. Yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Mana bugun Nexialarning hozir narx-navosini o'zim birgalikda ko'raman sizlar bilan. Xudo xolasa do'stlar, yangi video, sveji video, yaxshi kunda ko'rishib turibmiz. Nexia 1, Nexia 2 lardan kutganlar bormisizlar? Like-ni qizg'anmasdan bosib qo'yinglar. Alius kanali rivoji uchun like-ni bosisizlardan, podpiska, obunani bosisizlardan, xudo xolasa hozir Muhammad Ali ukalardan narx-navolarni sindirib, zo'r qilib berish ukalardan bo'ladi. Nasiya savdoga $1000 ga, $500 ga, $800-900 ga Nexia kutayotganlar bormisizlar? Xudo xolasa mana bugun Alius kanalida do'stlar Nexialarni yaxshi qilib yoritib beramiz. Hozir mana shu yerdan polni Nexialarni obzorini qilamiz. Do'stlar bir 20 video qilamizda, keyin Damas qatoriga do'stlar, Damaslar mamlakatiga o'tamiz. Qani unda boshladik akalar, 600 ming ta obunachi qarab ketyapmiz, hurmatli vatandoshlar. Lekin shu obuna, podpiska bo'lish soni kam bo'lyapti-da. Video qo'ysam 50 ming, 60 ming odam ko'ryapti mana. Nexia qo'yaman, ko'rishyapti ko'p odam, lekin obuna bosish kam-da, hurmatli obunachilar. Podpiskani qizg'anmasdan bosib qo'yinglar, xudo xolasa 600 ming ta obunachi mana shu yilning oxirigacha bo'lishimiz kerak. Reklama haqida negativ fikr yozayotganlar, do'stlar, barchamizda tirikchiligimiz bor. Ana shu reklamani puliga non olib qornimga yeyman do'stlar, shim olib ko'timga kiyaman do'stlar, oyog'imga krosovka olib, kalach olib do'stlar oyog'imga kiyaman, ustimga ko'ylak olib, ana shu reklamani puliga do'stlar kiyinib do'stlar bir tirikchilik qilaman, to'g'risini aytsam. Endi mana shu mehnatimiz xudo xolasa bizdan bo'ladi, o'rtasida reklamamiz ham chiqib qolsa rozi bo'lib qolasizlar. Qani unda Andijondan boshladik, xudo xolasa narx-navolarni ko'rishga. Mana shu Nexia to'g'risi ko'zimga ko'rinyapti videomizning boshida. Voy aka, hormay, sizdanmi Nexia? Obunachilarni ko'rsataymi buni? Necha yil? Mana, egalardan ruxsatini oldik. Qani ko'rsatishni boshlaymiz. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi? Endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubor mobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. 2006-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 do'stlar, ana motorlari hop, Sons motorda bo'lar ekan, metan gazlari bor ekan, rollari gidravlika ekan. Mana. Kraskasi qancha endi buni boshliq? 3 yil oldin bir qop temirga. Endi-chi, hozir ham endi bir qop temir pulga sotamizmi qilib? Ha, bermayapsizmi? Necha pulga bermayapsiz? 2100 ga. Yo, 21 milliongami? 2100 dollarga bermabdi, hurmatli obunachilar. Hozir shuni tortishib o'tirishibdi ekan. 4 ta balon bir xil yaxshi holatda. Qayerda boshlasi bu? Paxtabod. Bu bosib qo'yingchi. Ochilam. Tagi Paxtabodda do'stlar mashinasi ekan. Bosish kerak. Ochildi? Gap yo'q. Mana. Dehqonchilik mini birga mashinasi. Necha yil mindingiz? 1 yil mindingizmi? 3 yil. Oho, do'stlar. 3 yil minibdi. 3 yil minibdi. Metan gazlari bor do'stlar. Bermagani 2100 dollarga bermabdi mana. Toza dehqonning mashinasi. Hozir nima nomingizdan yo gendami so'yizdan? Davernisda bersak bo'ladimi gendan keyin? Egasidan gaplashib qo'yganman. Gaplashib qo'ygansiz, beraveramiz. Egasidan beraverasiz. Gap yo'q. 2100 ga bugun qo'lingizni qisishni bermadingiz. Qancha qilsin, qancha berilsin berasiz, rozi bo'lib. 22 bering dedim. 100 ga talashishlar bermadi. Ha, 22 bering deyapsiz, 100 dollar talashyapti, bermayapsiz. Nasiya bormi yo'qmi? Naqd pulga, nasiyasi yo'q. Yaxshi. Hadovoy motor korobka qanday? Motorni olgan rasotidan. Ha, boshlanib qoldimi? Ha, rasot boshlanib qoldi. Gap yo'q. Nomeringizni ayting. O'zlari qilib olishar ekanda, 90'lik. 257 18 20. Oldini yopib qo'ying, bitta orqadan ko'rsatib-da. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Joningiz sog'mi? Narx-navo ko'ryapsizmi? Qayerdansiz? Andijondan. Layklar bostirishmi qilib? Nima boshda ko'ryapsiz?
Nexus 2 mi? Ha, gap yo'q. Akalar mana obunachilar mana shu yerda. Aloqachi qo'rsa, marhamat 2100 ga bermadi, 2200 ga beraman demoqda. Sog' bo'ling boy aka. Xo'p, Nexus 2 bor ekan bu yerda. Egasi bor ekan. So'raymiz hozir. Meni ko'ring, vaqti zo'r ochilmagan. Mana motoriga javob deyapti. Boy aka sizdanmi bu? Obunachilar ko'rsatavering. Ha, bemalol. Necha yili? 2010. 2010 do'stlar. Mana. Stalnoy Svetda Nexus 2. Ha, bosib qo'ying oldini. 2010 Stalnoy Svetda. Do'stlar, hozir ko'ramiz. Oldini ochibdi. Bu yerda mutaxassislari bor ekan. Son sevri ekanda bu. Ikkala mayzari bor. O. Mana. Metan gazi bor, akalar. Metan bor. Roli gidravlika. 2010. Kraskasi qancha ekan buni? Bilmayman, mana shu turishida. Turishi, ha? Jiyan mashinasi. Nech pul deyapsiz ham bozorga? Boy aka buni. $3500 kam bor 2010. 4 ta bola yaxshi holatda. Sons, Evro motor, ikkala mayzellari bor. Kraskasini bilishmaydi ekan to'g'risi, akani jiyanning mashinasi ekan. O'sha bu turibdi ekan mana bozorda. Chixol, linonim bor. Qayerda mashinasi boy aka bu? Marhamat bilan quvani chegarasini, o'rtasini mashinasi ekan mana. Gap yo'q. Ko'ringlarchi? Xo'p, so'rashmadim bugun naqdga. Qancha qilishdi? 3100, 3200 beryapti. 3100, $3200 qilyapti, bermayapsiz. Ha, qo'shsa beraman deyapsiz-a? Probegini bilasizmi, uni ham bilmaysizmi? Halol pok. 262 ming. O'zini haloli. 262 ming o'zini halol bosib o'tgan probegi bor ekan. Yaxshi. Nasiya bormi biznikilarga? Qancha bo'lsin boshiga? 1-2 ming bo'lsa, o'zi xohlaganini qilib olib beraveradi. 1000 puli borga beramiz. Necha oyga? Shu bank oladi deyapti. Nasiya emasmi? Bankmi? 1000 puli borga banki bor ekan. Nomeringizni ayting. 99lik. 90307. O'zingiz ayting nomeringizni. 9030267. Yaxshi, 99ligida? 99ligida. Charchamang, savdoingiz bersin. Akalar marhamat mana Nexia 2 Stalnoy. Probeg o'zini halol deyishyapti. Motorlar ishlab yotibdi. Roli gidravlika, metan gaz, Sons motor, Evro, Sons Evro kilometri bor. Yoqilg'ini yoki tejaydi mash. Benzinda 52 ming. Boy aka sizdan emasmi oppog'i? Obunachilar ko'rsatavering. Necha yili? 13. Ko'rinishlari yaxshi. Kraskasi-chi buni? Kapotda 2 ta kirlosda bor. 163 ming yurgan. O'ziniki, haloli 163 ming yurgan motor mana. Bu ham Sons Evro motor. Metan bor, roli gidravlika. Qayerda mashinasi endi boy aka bu? Akalar, Andijon Asaka shaharida mashinasi. Malonlari yaxshi, 4 tasi bir xil. Mana. Ko'rlarchi. Bitta kapotda edi kraska, keyin ikkita krilosda, bitta kapotda kraskasi bor edi. Mana salom. Probegichi buni? Ha, Bobur. O'ziniki-da. Haloli 163 ming probeg. Mana. Tayyorlovkalari bor. Nech pul deymiz endi aka buni? $5500 narx aytishyapti. Orqa ochilib ochilmaydimi? $5,500 kami bor. Cho'ktirilmagan bu? Cho'ktirilgan, ha? Do'stlar, cho'ktirib qo'yishibdi. Mana zadniy vid kameralarigacha bor. Xo'p, metan gazlari bor. Mana 13 tupoli. Zo'r turibdi ekan, ha, akalar? Qaranglar. Sekinroq gapiring, egasi eshitmasin. Zapaskalari bor, kulichlari joy-joyda. Mo zadniy vid kamera qayerda? Monitor bormi ichkarida? Registratormi? Gap yo'q. Nech pul dedingiz? 5,5 ming kam bor. So'rashdim bugun naqdga. Qancha qilishdi? 4,5 ming qildi, bermaydilar. 4,5 mingni ko'ribdi bozor, sotishmadi. Nasiya o'zimizga? Ishtiriga. Nomerni ayting. 93lik. 386 05 33 aloqachi qo'yasizlar. Sog' bo'ling. Xo'p, sizdan emasmi boy aka? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Arzonroqga berib yuboraylik buni. Beramiz. Necha yili? 6. Narxi 32 kami bor. 3200 kam bor, 2006. Qo'lliq skanichi bugun? 27 pul ko'ryapti. 2700 ko'rib bermadingiz. Variant bank nasiya
Bankga beramiz, barterga kelishaveramiz. Qancha bo'lsin bankka? Bu mashina bo'lsa bo'ldi. Boshiga qancha bo'lsin? 1200 bo'lsa chiqadi. 1200 dollar cho'ntagida puli borga mana bank qo'raman deyapti. Mana. Liboy viloyatdan kelishaversinmi? Liboy viloyatdan kelsa 1200 pul bilan kelsin. Shunday bir kunda bankga beraman deyapti. Nomiga. Nomerni ayting. 97lik 232 2735. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, do'stlar, Nexia'lardan bu baraka bo'lyapti shekilli istaldi. Baraka qilyapsizlarmi buni? Narxini bilib ketsam bo'lam? Necha yil? 2005. Narxi-chi? Narxi 10 million krediti bor, 2000 dollar beradi. 10 million so'm krediti bor, uzib olishga 2000. Ha. Bo'lishim 2000. Kelishamiz. Yana ham kelishsak bo'ladi. Hey, joningiz sog' bo'lsin, hoshtaga. Nomerni aytib qo'ying bunda bunga. 93lik 571 62 72. Charchab qolmanglar, sog' bo'linglar. Ana, marhamat. Xo'p, Nexia'lardan, qani egasi borlardan. Bu ko'k Nexia'ni menimcha ko'rganman qachonlardir. Yo bir boshqami ekan bu? Uchinchidan hamma yo'q butun, qabobga motor, qo'zib hamma yo'qga joy. Butun mashina ekan. Tozami klaska buni? Boyaga klaskasi tozami? Anaqa yo'q. Asosiy qilingan. Ha, polniyasi. Nechga yedi? 13. 13, 1.6 ekan bu. 1.6 dons motor 2013. Metan gazi bor. Mana, ko'rlash prostoy birinchi paytsan bu. Prostoy. Prostoy. Qayerda mashinasi boy aka bu? Andijon shahar. Mana. Nech pul deymiz buni? 4dan yo'q beramiz. 4000 dollar kam bor. 13 butun mashinaga lekin polni kraska. Mana hisobiga polni qilyaptilar kraskani. Asosiy qilingan, shilingan. Shilingan. Bitta yerda shpaklovka yo'q. Ha. Xohlagan ustasiga olib ketib tekshirib. Ha, yo'q. Qo'ying. Eshityapsizlarmi? Bitta ham haligi shpaklovka bo'lgan joyi yo'q ekan. Shu shilingan joylariga polni sepib borishga. Oldi, orqa, tom hamma yo'q. Butun mashinading. Metani bor, 1.6. Probegi ham bordir buni? 413 ming. Qilganmisizlar motorni? Qilingan motor. Bemalol ustasiga aytyapman, ko'rsatuvchi. Muammo yo'q. Gap yo'q, muammolar yo'q. Kam chiqarib beraveradi. Gench ko'radi. Qancha bo'lsin boshqa bank? Bir 1.5 ming bo'lsa, minib ketsin mashina. 1500 puli borga Asfalti hamma yo'q ichida bo'ladi. bank qo'ramiz. Bo'ladi. Natkosi ham keng qilib beraman deyapsiz. Beraman. Nomeringizni ayting boy aka. 33 33lik 610 610 0412 0412 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, 1.6 bor ekan. 1.6 dons motor. Yili necha ekan buni? Sizlardan 13. Ko'rsaturing obunachilarga. 13. Biz endi Alius kanal ko'rsatamiz bizga. Olaveraylik videoga. Yopiq bu. Yili 13, ha? 13. Balonlari yaxshi ekan lekin 4 ta balon. Bir xil. Yangi holatda. Qancha yurgani bor aka buni? Aka 338 yurgan. 338 ming yurgan mashina 13. Kraskasi-chi? Akasi bo'lgan. Polni sepilgan, ha? Do'stlar, tomi ham sepilgan. Yarim chaqiruvchi. Do'stlar, polni sepilgan kraska. 13-yil. Nech pul deyapsiz endi boy aka buni? Aka 4,5 kam bor kelishamiz. So'rashganichi? Naqdga. 900 qilishdan. Qancha? Akalar o'zi bozorga 4,5 ming deyapti ekan buni. 3900 dollarga so'rabdi naqdga bugun. Berishmabdi, qo'shsa berar ekan. Mana 1.6 do'stlar, dons motor. Ishlamasa kerak bu, kansiyalar ishlaydi. Qarab qo'yish kerak ekan, metan gaz, rollar gidravlika. Zapaska diska bilan hamma yo'g'i bor. Qayerda mashinasi edi? Asakani mashinasi, yangi holida zapaska olanlargacha bor. Mana orqalari. Mana nimani hisobiga polni sepib borlar ekan buni kraska? Mana qaytganiga safardan qaytgan. Sardan qaytgani. Bo'ldi mana. Yangi zapaska diskalar turibdi, baraban diskalar ham yaxshi mana. 13 pola. Gap yo'q aka. Nasihat qilmaymiz bu o'zimizga. Agar biz ham variantga olganmiz, asli pul kerak edi. Gap yo'q. Ayting nomeringiz. 94lik 372 67 72 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling boy aka, charchamang. Xo'p, davom etamiz segalaridan. Qani? Mashinalarda ham bor ekan mana pastda Nexia'lar. Sekin o'tiramiz bu yoqlarga. Mana Izelenta svet. Hojiga bu savdosi bitmadimi? Egasigimi? Oshnoq sizdanmi? Yaxshimisiz? Buni menimcha ko'rganman oldin. Ko'rganman, sotilmadi. Telefon qilishdimi?
Yo'q. Telefon ham qilishmadim. Menda emas edi bu. Ha, sizni qo'lingizga bugun o'tdi. Ha, sheriklarning mashinasi. Necha yili? 99. 99 narxi-chi? Narxi 2000 dan tushib beramiz buni. 99 akalar mana arzonroq Nexia 1 kerakmi? $2000 kami ham bor. Motorlari yaxshi. Aha. Eshityapsizlarmi? Motor ходовой. Korobka, umuman расход yo'q. Sons tramblyor motor. Metan bor, rolik gidravlika. Mana. 99-yil. Mana, ko'rlarchi? 2000 kam bor. Bermaganingiz sir bo'lmasa qo'lingizni qisgani. 1,5 $1,500 bermadingiz. Qo'shsa beramiz. 1-2 so'm qo'shsa. Qancha qo'shsa ayting 1,5 mingga. 100 qo'shsa 50 qo'shsa bermaysizmi? berdim. Gap. Ali uzdaman desa gap. Bo'ldi. Qo'l tashing oshtoq, qo'lingizni olib qo'ying. Sizdan desa bo'ldi, beramiz. $1,500 ga do'stlar, mana Nexia 199. Bu nasiya pasiya emas, bankda qarzi yo'q. Naqdga mana 1,5 mingga bermabdi. Oshtoqimga aytdim, 50 qo'shsa berasizmi dedim. Beraman. Ali uzdanman desin, like-da bosgan bo'lsin, obunani bosgan bo'lsin, beraman deyapti. Oshtoqqa nomeringizni ayting. 90lik 766 65 01 raqamlarga aloqa chiqib olasizlar. Sog' bo'ling, charchamang. Akalar, davom etamiz. Marhamat, mana $50 qo'shganiga berib tashlayman deyapti. Endi nasiya pasiya so'rab o'tirmadim. Bermasa ham kerak. Oshtoq sizdanmi bu? Obunachilar ko'rsataveraymi? Necha yil? O'y, charchamayapsizlarmi? Nechi? 2001 do'stlar. Nexia 1. Yil 2001. Sonslar bir motorda, lyuksdan, ha? Ana, tilam kelmay qolyapti bu yerga. Stalnoy svetda. Qayerga sepgansizlar kirasiga? Tomdan pastga afishni bo'lgan. Tomdan past polni sepilgan. Hamma yo'q radnoy, ichi yo'q, shoti yo'q, beli yo'q, qovurgasi hammasi. Ichlari radnoy deyapti. Tomdan past sepib qo'yishibdi. Xo'p, Nexia 1. Qayerda mashinasi endi? Oshtoq bu? Tagi madaniyat. Ana, yo'llarchi. Hamma yo'q bor ekan, chexoli ham, poligi ham. Eshiklari yaxshi ligirovka qilingan. Tayyor ekanda minishga. Shopir kerak. Bitta shopir ekan. Gap yo'q. Mana. Qishga balon qo'yish kerak ekan, ha? Qishga orqaga balon qo'yib olish kerak. Oldiga bir eplasa bo'ladi. Mana, rolik gidravlika, akkumulyatorlarimiz sezon. Gap yo'q. Xo'p, nech pul deb qo'ying oshtoqa buni? 32. Kami ham bor. $3200 kam bor. Yana. Aloqa chiqib olasizlar. Ishqibozi so'radim buni, oshtoqa? Qancha qilishdi? Mana. Orqasi chotuy hammasi zavodga o'ziniki. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 2,5. 2,5 ming qildi bermadingiz. Yaxshi, nasiya yo'q-a? Yo'q. Nomeringizni ayting. Bank qancha bo'lsa? Bir 700-800 ga chiqmaydimi? 700-800 ming endi bankdan. Surishtiramiz, chiqib qolsa beramiz. Ayting nomeringiz. 50 300 79 80 raqamlariga aloqa chiqib olasizlar. Sog' bo'ling, charchab qolmang. Xo'p, Nexia mana Stalnoy. Aka narxi bilsak bo'ladimi? Necha yil? Yili? 2000-3800 kam bor. Stalnoy svetda. Nomer qo'ymaysizmi? Nomer shart emasmi? Qo'yib ko'ramizmi? Ko'rsatib qo'yaman bu yoqqa. Mana. Qayerda mashinasi endi boyaki bu? Qo'rg'on tepalik. Meni birga mashinangiz emasmi? Mana. Tut deshi. Akalar shumga qilingan. Qalay shumga qo'yishibdi. 10 deyapsiz, ayni. Motor qanaqa? Sons gibridmi? Sons gibrid motorda. Akalar mana. Xo'p, hozir videomiz oxirida bitta sizlarga savol beraman. O'sha savolga bir yaxshi qilib javobni kommentga yozasizlar, do'stlar. Mana Sons Evra motor, metan gazi bor, rollari gidravlika. Mana. So'rashgani qancha qildi boyaki buni? 3200 qildi. Nasiya qilmaymizmi o'zimizga? Ishlariga faqat, ha. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90 389 92 22 raqamlariga aloqa chiqib olasizlar. Motor halovlari yaxshi? Yaxshi, charchamang aka. Xo'p, akalar. Xo'p, hurmatli obunachilar, yaqinlar,
Andijon moshina bozoridan narx-navoda ko'rsatdim. Endi sizlardan bitta ma'lumot so'ramoqchiman. Akalar, ham savol bo'ladi sizlarga, ham ma'lumot o'rnida o'zim ham bilib olishim kerak. Xo'p, do'stlar, mana moshina bozordan sizlarga Nexia narx-navolarni ko'rsataman doim. Endi Dons motor ham bor. Do'stlar, 1.6 Dons motor ham chiqadi. Dons 1.5 Nexia 1 motorlar ham chiqadi do'stlar. Sons Evra motorlar chiqadi. Sons gidravlika, Sons do'stlar, ya'ni gibrid motor chiqadi demoqchi edim. Keyin yana qanaqasi bor? Sons Ramblor degan motorlar chiqadi do'stlar. To'g'risi o'zimning xabarim yo'q. Mana shu motorlarda bir-biridan qanaqa farqi bor endi? Ot kuchida farqi bormi, yo bir rasxodda farqi bormi do'stlar? Qaysi motor xalqimiz uchun bir tejamkor motor bo'ladi? Bitta fikrlar yozib qo'yinglar, kommentga yozib qo'yinglar, hammasi o'qib chiqaman, o'zim uchun ham javob olaman. Ham mana shu ana sizlarga o'xshab ko'rib o'tirgan odamlar borda. Mana bitta video qo'ysam 60 ming, 50 ming odam ko'radi deyapman-ku. Mana shularni meni to'g'risi fikrim bir hech yo'g'i bir 10-15-20% bilmaydi mana shu motorlar farqini. Mana o'zimga o'xshaganlar ko'p. Qaysi biri qulayroq, qaysi biri injiq emas, qaysi birining rasxodi oz bo'ladi? Bir og'iz fikrlarni kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Endi yaxshilik qoladi. Bir-birimizda ham savol, javob bilsanglar yozib qo'yinglar. O'zim ham o'qib chiqaman, o'zimga o'xshagan obunachilarim ham o'qib chiqib bitta ma'lumotli olib qoladi. Akalar, Andijonda maxsus video bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Like, podpiska sizlardan. Har doimgidek mehnat sindirish Muhammad Ali ukalardan. Ko'rganda ko'rishguncha bosinglar.